yuridik butik kompaniyasining bir yaxshi sud amaliyoti, yaxshi harakatlari natijasida sodir bo'lgan yutug'imiz haqida gapirashaman sizlar bilan. Sud jarayonlarida bitta ishimiz ko'rildi. Bu maslahat tarzida olasizlarmi bilmayman, lekin mulkini garovga qo'ygan shaxs boshqa mulki bilan javobgar bo'lmaydi. Ya'ni bu holatda javobgar bo'lmaydi deganimizda u shaxs o'sha asosiy qarzdor bo'lmasligi kerak, ya'ni qarz oluvchi bo'lmasligi kerak. Endi hozirgi aytadigan holatim, tadbirkor o'z mulkini boshqa tadbirkorning kredit majburiyatini kafolati sifatida garovga qo'yapti. Garovga qo'ydi va asosiy qarzdor kredit majburiyatini bajara olmadi. Bundan kelib chiqib, bank undiruvni garovga qaratish to'g'risidagi da'vo bilan sudga da'vo arzi taqdim qildi. Mayli, bu tomoni. Eng qiziq tomoni bor. MIBda mazkur da'vo asosida chiqarilgan hal qilib qarori bo'yicha ijro varaqasi keldi. Ijro varaqasida aynan o'sha garovga qaratilgan mulk o'sha xatodan o'tkazilib, undiruvga qaratilishi kerak edi. Garov undiruvga qaratilgan mulk bo'yicha edi. Endigi masala nima? MIB shunday harakat qiladiki, garov mulki egasiga tegishli bo'lgan boshqa mol mulkni va hisob raqamdagi pullarni xatlaydi va xatlash to'g'risida qaror chiqargan. Bu holat qonun buzilishi, xatolik sifatida e'tirof etilishi kerak. Bizning tomonimizdan shunday qilingan. Bu yoqda Fuqarolik kodeksining 281-moddasi bor. Uning 7-qismiga ko'ra, agar garovga qo'yilgan mol mulkni sotishdan tushgan summa garovga oluvchining talabini qoplashga yetarli bo'lmasa, u qonunda yoki shartnomada boshqacha ko'rsatma bo'lmaganida yetishmayotgan summani garovga asoslangan imtiyozdan foydalanmagan holda qarzdorning boshqa mol mulkidan olish huquqiga egaligi ko'rsatilgan. Bunda kreditorning asosiy shartnoma bo'yicha qarzdor bo'lmagan garovga, ya'ni garov beruvchiga talabi garov narsasining sotilishidan tushgan summa bilan chegaralanadi deb ko'rsatilgan. Ya'ni tushundingiz-a? Bu garovga qo'yuvchi faqat o'zining mulkini mulk egasi sifatida garovga qo'yadi, qaysi tadbirkorni kredit majburiyatlarini kafolatlash evaziga, va asosiy qarzdor u tadbirkor, ikkinchi tadbirkor, qarz olgan tadbirkor. MIB nima qilyapti? Garovga qo'yuvchini ham mulklarini xatlab, hisob varaqlarini xatlab, undiruvni o'shanga ham qaratyapti. Yo'q, sudning qarori nima haqida chiqqan edi? Undiruv haqida chiqmabdi. Undiruv haqida chiqqan bo'lsa ham bunday qilish mumkin emas-ku. Shu sababli MIB xodimi mazkur qarori qonun talablariga zid aslida. O'zi tushundingiz-a? Kimdir garovga qo'yapti qaysi tadbirkor foydasiga va o'sha kafil bo'lgan insonning barcha mol-mulklari xatlanyapti. Endi shunday deb qisqacha tushuntiray, kafil bo'lmagan aslida. Shu holatda albatta MIBning mazkur qarorini bekor qildik. Qilinishi evaziga barcha nizolar hal etildi. Bu va shunga o'xshagan nizoli masalalarda bemalol yuridik butik kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin va iloji boricha xizmatlar ko'rsatilishi kafolatlanadi, lekin ishni olib borishda albatta barcha mezonlarga amal qilgan holda yordam ko'rsatiladi.